Всем привет! Сегодня наша школа проводит конкурс плова, и тут у нас участвует 5 команд. 4 команды из нашего андижанского филиала и, конечно же, 1 команда из нашего ферганского филиала. До этого была жеребьевка, где каждому классу, точнее каждой команде выпал один из видов плова. Давайте все-таки спросим у них, какой вид плова они приготовят нам сегодня. Как вы? Готовы? Готов. Всегда готов. Скандереке, привет! Салам алейкум. Какой вы класс? 2 класса. 2 класса. 10 Б и 11 А. Хорошо. Какой вид плова вы приготовите нам сегодня? 11 А готовит у нас ташкентский плов, 10 Б готовит андижанский. Всем здравствуйте. Здравствуйте. Какой вы класс? Мы 9 Г. 9 Г. И хорошо, какой вы плов приготовите нам сегодня? Плов. Бухарский плов, отлично. Привет, Саттаров. Ассаляму алейкум. Ассаламу алейкум. Так, Саттаров, какой ты класс? Мы представляем 11 Б класс. Хорошо, отлично. Так, какой вид плова ты сегодня нам приготовишь? Мы с классом выбрали кашкадаринский плов. Хорошо. Один из самых древних видов плова в Узбекистане. И все у нас пока что идет по плану. Хорошо. А процесс несложный? Нет, довольно сложный, но наш класс с этим справится. Хорошо, отлично. Удачи. Спасибо большое. Угу. Хорошего дня. Привет. Нормально. Так, какой ты класс? 11 А. 11 А. Хорошо, какой вид плова ты приготовишь нам сегодня? Мы готовим сегодня ташкентский плов. Хорошо. Это получается такой, знаешь, процесс несложный? Не сказать, но какие-то трудности есть. Хорошо. Бол? Assalomu alaykum Sardor aka, yaxshimisiz? Salom, qalasizga? Rahmat. Boshim oldinglar. Rahmat. Nima deb o'ylaysiz, qaysi komanda yutadi? Qaysi sinf? Endi baho beramiz, oxirida aytamiz javobini. Yaxshi. Siz kuzatib boringlar. Yaxshi ko'rgan o'xshaysiz. Hozirda Toshkent yosh. Номер 1. Борис. Привет. Здравствуйте. Так, какой ты класс? Я 11 А. 11 А. Хорошо. Откуда вы? Мы из Ферганы. Так, какой вид плова вы приготовите нам сегодня? Так как мы из Ферганы, мы будем готовить ферганский плов. Хорошо. Это было очевидно. Ассаламу алейкум. Алейкум ассалам. Так, как вы думаете, какой класс победит в нашем конкурсе? Не знаю. Пока не знаю. Хорошо. А какой вид плова ваш любимый? Вот. У всех есть свои особенности. А какой плов вы любите? Я люблю плов из аланги. Хорошо. Ассаламу алейкум. Алейкум ассалам. Nima deb o'ylaysiz, qaysi sinf bu konkursimizni yutadi? Kimni osh shirin chiqsa, mazali chiqsa, qoidalarga rioya qilib tayyorlangan bo'lsa, o'sha jamoa yutadi. Xo'p, qaysi oshni siz juda yaxshi ko'rasiz? Andijon oshini. Andijon oshi. O'zimizni. Xo'p, yaxshi. Rahmat katta. Это один из самых древних видов плова в Узбекистане. Его ел сам наш полководец Амир Тимур, и поэтому кашкадаринские мужчины сейчас являются самыми мужественными и самыми дерзкими мужчинами, которые есть в Узбекистане. Да, сейчас мы расскажем про само приготовление кашкадаринского плова. Tayoq nima uchun kerak deb savol berishlar mumkin. Bu O'zbekistonda eng qadimiy va eng mashhur bo'lgan o'yinlardan biri chillak deb atalgan o'yin. Bu o'yinda kalta tayoq bilan
uzun tayoqqa urib, uchirgandan keyin havoga kim uzoqda urish va ushirish o'ynaladi. Shunday holda o'ynaladi. Shugina. Xo'p. Va ikkinchi mashhur bo'lgan o'yinni aytib o'tib ketmoqchiman. Bu bizda hamma bilgan kim oladi-yu, shuginani-yu o'yini. Qani bizni doshimiz ko'rsatib beradi. Kim oladi-yu? O'zingni ko'rsat. Birinchi qanday olamiz ekan? Qanday olib, yani boshlayib, oxirida yopmaydi. Sizdan boshqa ekan. Hozir sekin boshladik. Xudo xolisa yaxshi chiqadi. Inshaalloh. Omad. Rahmat katta. Всем привет! Это наш прекрасный клуб. Kavartayda o'zinglar tuzinglar. Toshkent oshini qolganlardan отличается. Toshkent oshiga kishmish qo'shadi, nihot qo'shadi. И чуть-чуть сахар qo'shadi, чтобы придать вкус. Bırak maşinası. Assalomu alaykum, hurmatli akalar. Bugun sizlarga mana haqiqiy Qashqadaryo tog'ida yurgan babachani shu so'yi olib kelib pishirib kelyapmiz sizlarga oshni. Mana sizlarga e'tiborlarga shunda sizlarga kavartalardan ham ko'rsatamiz. Buni o'zimizning qizlar o'z qo'llari bilan tugishgan. Va yana bitta narsa e'tibor qaratishingizni xohlaymiz. Biz hamma yo'lni boshdan oxirigacha gigiyenaga qaratib qildik, hamma yo'l tayyorladik va yana bitta sherigimiz sizga gap bor. Хочу упомянуть, что этот плов был приготовлен по рецепту Карима Махмудова. Он автор книги «Плов на любой вкус». И эта книга была предоставлена нам нашей директрисой. Спасибо вам большое. Если рассказать про него немного, то его основной специальностью была философия. Он вообще является кандидатом философских наук. Но именно мировую известность ему принесло сборище его рецептов и все такое. Также хочу сказать, что он не просто собирал рецепты, он также изучал вот эти блюда с научной и исторической точки зрения. Также интересный факт, то, что Карим Махмудов является уроженцем города Нижан. И завтра у него день рождения. Приятного аппетита! Biz tabga ko'ra o'zinglarga xohlagan
Qashqadaryo oshining yana bir bor o'ziga xosliklaridan biri uning tuzi qolgan oshlarga qaraganda ozroq bo'ladi. Shunisi bilan u qolganlaridan ajrab turadi. 300 мл подсолнечного масла, 300 мл подсолнечного масла и 100 мл кленового масла. Зыгыр йог. 1 kilo guruchка. Да, на 1 килограмм. Еще пропорции мяса и моркови примерно одинаковые. Это дивзират. Оригинально считается, что плов появился в регионах Персии, Индии и Центральной Азии. Также существует легенда о том, что плов готовили армии Александра Македонского, так как эта еда считается сытной и ее легко приготовить в одном казане. Также в 2016 году плов был включен в список наследия. Для того, чтобы приготовить этот плов, мы использовали 2 килограмма риса, 1 килограмм мяса, полкило лука и 1,5 килограмма моркови. Я надеюсь, вам понравится. Приятного аппетита! Это один из видов узбекского плова, родом из Бухары. Этот плов отличается от других прожаркой и большое количество моркови. O'zi aslida osh so'zi o'zbek tilida guruchli va saytili taom deb ataladi. Buxoroni tayyorlanishi juda ajoyib ekan. Biz qilayotgan paytda bildik, birinchi go'sht katta-katta to'rab, birinchi qo'g'irilib, qaynatib, keyin olib, keyin yana bir turmasalab qo'ydik. И hamma ingrediyentlarni отдельно qo'ydik. Oxiri keyin yog' bilan tugatdik. Buxoro oshi mehmondo'stlik beramizdir, to'yimli va mazali. Yoqimli safar. Yoqimli safar. Bugungi musobaqamizdan maqsad ham har bittalar nafaqat bilimda, balki oshimizni qanday tayyorlash texnologiyasi va yo'qolib borayotgan turlari haqida Karim Mahmudovni bilasizlar. Karim Mahmudov juda ham zo'r povar ham yozuvchi, bizga rus tilida va o'zbek tilida retseptlar kitobini juda ham chiroyli qilib yozib bergan. Juda ham ko'p retsept kitoblarini yozgan. Mana sizlarga o'qib o'rganib chiqishinglar uchun mana shu kitob berilgan, o'qib chiqinglar, ichini polniy deb. Ya'ni oshni kimyoviy tarkibi, oshni foydalari bizga hamma narsalar haqida yozilgan. Google'da yo'q narsalar yozilgan. Mana shuning uchun sizlar har tomonlama bilimli bo'linglar degan maqsadda mana shu konkursni tashkil etganmiz. Xo'p, endi mana Karim Mahmudovni mana ko'ryapsizlar, kim qanaqa inson. Xo'p, bugungi oshda hammanglar juda ham chiroyli faol qatnashdinglar. Barakalla hammanglarga. Juda ham shirin bo'ldi taomlar. Hammaniki o'zgacha bo'ldi. Biriniki biriga o'xshamaydi. Servirovkalar chiroyli, juda ham chiroyli. Va bundan keyin misol uchun siz grammini cho'michda emas, tarozi olib keling. Kichkinagina tarozida har bittasini grammga qo'yib qilsangiz, doim har qanaqa ovqat qilayotganingizni o'xsharadi, bilib qo'ying. Gramovkani retsept bo'yicha tayyorlasangiz, hech qachon texnologiya bo'yicha tayyorlasangiz, har qanaqa ovqatingiz o'sha edi, bilib qo'ying. Eng aql sinf jamoasi Farg'ona.
Xo'p, eng chiroyli milliy dasturxon. Farg'ona. Eng tezkor oshpaz 10-B sinf jamoasi. Eng mazali osh muallifi 9-G sinf jamoasi. Eng faol ishtirokchi 11-A sinf. Eng toza va ozoda ishtirokchi 11-sinf jamoasi, 11-B sinf jamoasi. Endi birinchi o'rin yo'q hozir. Birinchi o'ringa 3 ta osh loyiq deb topilyapti. 3 ta oshniki. Endi shu uchala jamoani biz chaqiramiz. Uchala jamoadan savol beraman. Savolga kim to'g'ri javob bersa, o'sha komanda olib ketadi. 3 ta birinchi o'ringa da'vogarlar. Birinchi 9-G sinf. 11-B sinf. Farg'ona. Andijon palab pishirgan. Andijon palab pishirgan. Hop, telefonlarimizni ishlatamiz, ko'rib turamiz. Bir chekkaga o'tiringlar. Bittadan jamoa. Savol beraman, savolga javob berasiz. 3 ta savol beraman. Birinchi savol. O'zbek milliy taomlarining xilini sanab bering. Karim Mahmudov bo'yicha. Kitobi bo'yicha. Agar aytib bersangiz, qaysi jamoa? Jamoangizga tushirib qo'yaman balini. Tayyor bo'lganlar qiz ko'tarib aytish. Hech ham hayajonlanmang. Bu yerda sizni hech kim sud qilmayapti, hech kim nima qilmayapti. Qovurilgan, qaynatilgan, pishirilgan. Shu osh turlari. yo'nalishdami? Osh turlari Andijoncha, Toshkentcha, Samarqandcha, Buxorocha, Qashqadarinskiy bor. Xivinskiy. Nechta sanadingiz? Ферганский, Андижанский, Ташкентский, Самаркандский, Кашкадаринский, Surxondaryo. Lista? Пожалуйста. Andijanskiy, Tashkentskiy, Ferganskiy, Samarkandskiy, Buxarinskiy, Qashqadarinskiy, Surxondarinskiy и choyxona palov. İkinci savol. Siz qaysi? 9G. 9G. Hop, ikkinchi savol. Sizlarga osh musobaqasi bo'layotganda o'tgan ham mana shu kitobni o'qiysizlar deganmiz. Ya'ni qay darajada Karim Mahmudov guruchni 2 xil turga ajratyapti. Butun guruchlarni 2 xil turga ajratyapti. Qanaqa turga ajratgan? Bunaqa sortini aytmayapman, turini aytyapman. 2 xil turga ajratyapti. Qaysi turga ajratgan? Guruchlarni olib kelinglar deb yapti. Shakliga qarab, shakliga. Yo'q, shakliga emas. Mana qaranglar. Qo'rilish vaqti bo'yicha, qaynatilish vaqti bo'yicha. Qaysi turlari patolish, qaysi turlari Yo'q, shakliga qarab. Rangiga qarab emas. Jim qaysi kim aytayotgan bo'lsa shu yerda eshittiribman bu yerda ta'kidlab berishadi. Oxirida turasiz. To'g'ri javob berish imkoniyati bor yoki Xo'p, variant nechtadan variant? bo'ldimi? Yo'q, bittadan. Demak, hech kim javob
pishiradigan deb beryapti. Rangiga qarab. Nisbatan qabul qilib turamiz uni. Karim Mahmudov oshdi, palovdi. Konservalashni ham yozib o'tgan. Hop, oshni konservalash nechinchi yildan boshlab amalga oshirgan? 1970-yil. 73-yil. 1973-yil. Hop. 60-yil. Nima uchun 73-yil? Men 73-yil. Kitobda. Hop, asoslab berilgan. Nima uchun shu yillar? Qovurlarni ishlash uchun. Sabzi bahor paytida yaxshiroq pishgani uchun qishga ham uni ta'mini saqlab qolish uchun konservalab, keyin qishda ham Konservalash o'sha paytda ommaviy tusga ega bo'lgan konservalash zavodlarda konservalangan. Nechinchi yilda shu? 1950-yil. Bitta javob. Fikrimni o'zgartirsam bo'ladi. Fikrimni o'zgartirsam bo'ladi. 1980-yillarda, chunki agar havoga qarab yurishlarga qarab konservalash boshlangan. 1940-yillarda, chunki o'sha davrda urush vaqtlari bo'lgan. Shu sababdan ular yana ham o'zlariga qamroq qilish. Hop, to'g'ri, urush davridan oldin bo'lgan, urush davridan keyin Ocharchilik davri. Undan keyin konservalarni sutga qo'shgan. Endi Hozir men sal yaqinroq kelyapti. Hop, endi baldiramiz. Hop, unda men sizlarga birinchi, ikkinchi va uchinchi o'rinda beraman. Hop, demak birinchi o'rin 11-sinf B sinf jamoa. O'rinlarimiz chiqarib chiqarsa sertifikatda beraveramiz. Ikkinchi o'rin va uchinchi o'rin Farg'ona. Balski plovda o'zi 10 yakka olib chiqish kerak edi, lekin bular 1 soat oldin tayyorlanib, daronkashdan so'rab qatnashdi. Ular o'rniga diskvalifikatsiya qilib ketishgan o'yinchilar. Ular o'rniga 9-ga sinf 1 soat oldin shunaqa shustri bola bo'lib turib, nima qilishganiga, harakat qilishganiga, kichkina bo'lgan bizdan 2 yosh kichkina. Shunga meni lishtim, men ham birinchi o'rnimizni biz bular bilan bo'lishimiz kerak. Birinchi o'rinni Farg'onaga ham beringlar, Farg'onadagi. Bular birinchi o'rin o'rnida qoladigan. Birinchi o'rin o'rnida qoladi. Qani? Birinchi Feruza. Вот и закончился наш конкурс плова. Как вы уже видели, у нас 3 победителя, 9 Г и одна команда из ферганского филиала, и последний победитель у нас 11 Б. Спасибо всем за просмотр, подписывайтесь.